Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Meni oldimda bir opaxonimiz o'tiribdilar. Bularning diagnozlari, mana diagnozlari posttraumatik stress buzilishi kompleks ravishda KPTSR va OKR hamda abuse'dan keyingi depressiya. Ya'ni bu ayolni yillar davomida turmush o'rtoqlari sen lattasan, sen hech kim emassan, sen o'zi nikohli bolamisan, yo'qmisan, tuqqan bolang ham o'zingdan battar, o'zingdan battar, uy tutishni bilmaysan, kiyinishni bilmaysan, kir yuvishni bilmaysan. Qisqasi o'tirsa o'poq, tursa so'poq. Bu insonni shunchalik ham psixologiyasini buzib tashlaydiki, inson yashashga noqobil bo'lib qoladi. Depressiyaga tushadi. Bu depressiya shunchalik og'irki, men haqiqatan shunaqaman deb haqiqatan shunaqaligiga ishonib qoladi. Samootsyenkasi nolga boradi. Qaror chiqara olmay qoladi. Qilgan ishi faqat o'zini oqlamoqchi bo'lib, oqlashdan foyda bo'lmasa, ya'ni o'zini, jonini, molini, imkoniyatini, husnini fidoyi qilib bo'lgandan keyin uni xuddi tualetdamdek qilib oqizgandek oqizib tashlaydi. Ya'ni sen kerak emassan, etap boshlanadi. Bu ayol hamma etaplardan o'tgan. Nima bo'ldi inson sizning hayotingizda? Meni hayotimda shu yashagan davrimda shu har doim to'g'ri yashashga harakat qildim, lekin meni minuslarimni gapirdi doim, meni pastga urib, meni nima desam bo'ladi endi? Xo'rlab, menga quloq solmasdan, bitta dasturxonda o'tirmasdan, nima deydi, ham suhbat bo'lmasdan, meni mensimasdan yashadi. Endi har gapida nima gaplar gapiradi? Har doim sen nolsan, sen hech narsani bilmaysan, sen isqirtsan. Xullas men yomonman. Yomon narsalarda men gapiradi. Bitta ham yaxshi tarafingiz yo'q. Endi u uchun yaxshi tarafim yo'q. U uchun oxir-oqibatida psixologiyangiz qanchalik buzilib ketdi? Hozir men haqiqatan ham unga juda kuchli bog'langan edim. Hozir bog'liqlikdan uzildim. Bog'lanishingiz qanaqa edi? Ya'ni juda kuchli edi. Miyamdan chiqib ketmasdi. Yomon fikrlar. Nechta psixologga bordingiz? Shu paytgacha ko'p psixologlarga bordim. Qanaqa foyda oldingiz? Endi ularda foydami? Ilm oldim, lekin amaliyotda bajara olmadim. Bu foyda emas bu. Shuning uchun endi ularda ham masalan hozir qanday foyda oldingiz? Hozir haqiqiy ichimdagi alam, nafratlar chiqib ketdi. U kishiga qaraganda boshqacha holatda qaraydigan holatga keldim. Ya'ni miyadan o'chirmasa bo'lmas ekan-a? Miyadan menda qo'lga harakat qilib o'chirdim-ku. Shuni qilmasa foyda bo'lmas ekan. Bo'ldi, o'tib ketdi. Nima deydi? Yomon narsalarni o'ylamaslik. Miyadan chiqarib olsa bo'lar ekan bu narsani. Qalb og'rig'i. Qalb og'rig'i ham yaxshimi? Hozir yaxshimi? Yengilmi? Turardi deyapsiz. Shu yerda turardi. Hozir yo'q shu narsa. Qo'rquv, vahima, xavotir ham bormi? Yo'q. Hozir 100% o'zimga ishonaman. Ilgari 50% qo'rqardim. Qo'rquvlarim bor edi. Hozir qo'rqmayman. Hozir mana seansdan keyin qo'rquv yo'q. Yo'q, qo'rquvlar yo'q hozir. O'zimga, Xudoga shukr, o'zimni himoya qilish kuchim yetadi. Mana shu seansda bu qizimiz ham ko'rdi, bir juda og'ir vaziyat bo'ldi. Nima bo'ldi, aytib bering? Hozirmi? Menga 100 qanchalik darajada chiqib keta olasiz deb savol berdingiz. Men o'ylanib qoldim. Qancha o'ylandingiz? 2 minutlar ham o'ylanib turdingiz? O'ylandim, ko'p o'ylandim. Bir 2 minut, hattoki 1 minutdan oshiq 2 minut, 3 minut ham o'ylandim. Turg'izib, hattoki eshikdan chiqarib yubordingiz meni. Men boshqacha yo'l tutadi deb o'yladim. Men sizni boshqa xonada seans qilamiz deb o'yladim. Yo'q, siz meni aldab turib ko'chaga chiqarib, eshigingizni yopib, "Yo'q, men sizin bilan ishlamayman" dedingiz. Sen shu yerda qanday ta'sir qildi? Shu yerda men nima uchun meni eshikni yopdilar? Bu yerda dedim, qattiqqo'llik birinchi o'rinda turadi. Eshikni shunday yopganingizda, rostdan ham men bilan ishlamasligingizga qaror qildim tag'in. İçimde bezovtalik hosil bo'ldi. O'ylab turib qat'iy qarorga kelib eshikda jiringlar qo'ng'irog'ini bosdim. Siz meni yana qabul qilmadingiz. Men bilan siz bilan ishlamayman dedingiz. Chunki siz bu holatdan chiqib ketishingiz qiyin. Men siz bilan ishlamayman dedingiz. Chiqib ketish qiyin demadim. Chiqib ketaman deb aytmadingiz. Aytmadingiz dedingiz. Shu bilan men hozir 100% chiqib ketaman deb
ikkinchi marta qo'ng'irog'ingizni bosib qabulingizga kirdim. Mana shu joyda biz ya'ni abuzer inson mana bu fidoi insonni qaror chiqarish qobiliyatini nogiron qilib qo'yadi. Nogiron bo'lib qoladi bu insonlar. Qanaqa nogiron? Ikkilanuvchan, bo'ysunuvchan, o'zini fikri yo'q bo'lib qoladi. Mana shu yerda 3 minut kutdim. Shu xonadan chiqib ketasizmi desam, biroz gap gapirmaydilar-da. Eshik chiqarib eshik yopdim, keyin yo'q, men chiqib ketaman degan qaror bo'ldi. Ya'ni gamma aminoasid kislota degan bizning miyamizda modda bor. Mana shu modda qaror moddasi hisoblanadi. Qaror moddasi orqali shaxsiy chegara paydo bo'ladi. Men qila olaman degan narsa paydo bo'ladi. Mana shuni paydo qildik va natija bo'ldi. Hammalaringga rahmat. Sizga ham rahmat. Xayrlashamiz. Sizga ham rahmat. Bizga murojaat qilinglar 95 166 26 62.